Закрепление отзывов и вайбов deyapti. Bu yerda Vibes degan Wildberries o'zini platformasini chiqargan. TikTokka o'xshaydi, faqat tovarlar reklama bo'ladi bu yerda. Основной reyting 4.5 dan balandlariga. Keyin закрепление отзыв deganda отзывlaringizni закрепить qilsangiz bo'ladi. Bu yerda bitta standartniy versiyasida bitta отзыв закрепить qilsa bo'ladi. Продвинутыйda sizda bepul bo'lgani uchun 2 oylik ikkita отзыв закрепить qilsangiz bo'ladi. Ikkita video закрепить qilsa bo'lar ekan Vibesdan. O'sha narsasini aytyapti. Ko'pchilik Vibesga reklama beradi tovarlarni obzor uchun. Keyin uni закрепить qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu yerda o'shani ham imkoniyati bor ekan. И ответьте на отзывы deyapti. Mana нейросети выбрали сгенерируют ответы на отзывы ваших покупателей, вы сможете их проверить. И ответьте на отзывы. Wildberries o'zi neyroset orqali siz отзывlaringizga javob berib qo'yadi. 30 ta kartochkagacha deyapti. Menimcha kartochka bo'lishi kerak bu. O'zim ishlatib ko'rmaganman hali. Nasib qilsa endi ishlatib ko'ramiz. Men ko'pincha boshqa neyronkalar ishlatganim uchun bunga hali ehtiyojim bo'lmagan. Generatsiya описание degan narsasi bu o'zi описаниeni generatsiya qilishi, описание tovar to'ldirayotganingizda oxirida описаниесini to'ldirasiz. O'shanda ruchnoy yozib yoki bo'lmasa kimgadir pulga qidirish shart emas. Qo'ygan informatsiyalaringiz bo'yicha описание yaratib beradi. Описание ham 3 xil ko'rinishga ega: qisqa, uzun, keyin emotsionalniy, hissiyotlarga o'ynaydigan darajada. U mana bu versiyalarda bor. Tekin bo'ladigan bo'lsa, бесплатныйda yo'q. Rekomendatsiya продавца degan narsa bor. O'zingiz tovarlaringiz tagida смотрите также degan joyda konkurentlari tovari chiqib keladi doimo. Agar sizda продвинутый versiya bo'lsa, так похоже товары tagidan ko'rsak bo'ladi. Смотрите также deganda продавец рекомендует degan mana o'z bunda qo'shilgan ekan. O'zining tovarlarini yana reklama qilyapti. O'sha yerda смотрите также degan joyda pastidan o'sha boshqa odam tovari. Mana shu narsani aytyapti. Telefondan ko'rganda boshqacha ko'rinadi. Agar mana shu podpiskangiz bo'lsa, jamniki o'zingiz tovarlaringiz chiqib keladi, konkurent tovarlari chiqmaydi bu yerda. Endi pastroqqa tushamiz. Hozir bizga ayni keraklilarini o'taylik. Hammasini agar tushuntirib chiqadigan bo'lsam, vaqtimiz yetmay qoladi. Analiz nish. Analiz qilish imkoni bor, lekin 100% точный данный bermaydi. Konkurentlaringiz qancha tovar sotgan, boshqa qilgan bilmaysiz. Analiz nishda keyin o'ta sпрос kam kategoriyalarni ko'rsatadi. Bilmayman nimaga unaqa. Может, topoviy продавецlarga o'zlari taklif qilsa kerak. Mana shu tovar kam sotilyapti, sotib ko'rgan yoki bo'lmasam o'zlari menimcha qilishadi buni. Bizga qiyin bo'lyapti analiz qilish, bular bilan ishlash. 100% danni bermaydi sizga. 20%, 30% ham sotilmay qolgan, kam konkurensiya bo'lgan, sпрос yo'q tovarlarni chiqarib beradi. Управление магазином и выгрузить отчет станут быстрее. Расширение IP deyapti. IP bu ham yaxshi yordam beradi. Informatsiyalarni skachet qilib olishda mana bu yozib qo'yibdi o'zi. Воронка продажdan 365 kunlik informatsiyalarni skachet qilib olish mumkin deyapti. IP bu yana IP agar tokenga ham taalluqli bo'ladigan bo'lsa, ko'proq informatsiya, ko'proq lekin bu yerda menimcha основной управление магазином и выгрузка отчетов станут быстрее deyapti. Bu IP tokenga tegishli joyi yo'q ekan. IP token degani bu boshqa analitik servislarga o'zingizni magaziningiz данныйsini berasiz, sizga analiz qilib beradi. Unity ekonomika. Рассчитывайте маржинальность и окупаемость. Bu to'g'ri ko'rsatmaydi o'rtoqlar. Chunki siz yoqda standartniy anaqalar joylari bor to'ldiradigan. Siz ularni to'ldirganingizdan keyin siz aniq foydangizni hisoblay olmaysiz, chunki sizda yerda возврат bor, boshqa bor. Endi to'g'ri выкупаемость degan narsasi bor, foizi bor, выкуп процент. Uni kiritganingiz bilan ham to'g'ri hisoblanmaydi bu. Ko'pincha holatda. Klientga borib qaytib kelishi bor, boshqa bor. Baribir расход yoki ko'proq yoki kamroq chiqib qoladi. Доходы и расходы. Подробные данные по динамике всех доходов и расходов. O'zi buni majburiy berish kerak. Dohod, расходni. Bular lekin o'zlaricha mana bu standartniy bilan продвинутый versiyaga podpiskani olsa kurslarni qilib qo'ygan. Ozgina adolatsizlik bor. Yo'q emas. Ozgina emas, ancha-muncha. Kalendar событий deyapti.
Отслеживайте изменения в карточке товара за разные периоды и анализируйте их влияние на показатели. Har bitta tovaringiz o'tgan oyda qanaqa sotilgan, bu oyda qanaqa sotilyapti, o'shalarni отслеживать qilsangiz bo'ladi, kuzatib borsangiz bo'ladi. Kimda прирост, o'sish yaxshi bo'lyapti, kimda pastroq. Воронка продаж. Дополнение к бесплатному отчету по подписке доступны показатели показа и CTR. Воронка продажda bu yerda покупательlaringiz kim, qanaqa yoshdagilar yoki qancha kiryapti, qaysi kalit so'z bilan siz tovar izlayapti, o'shalarni ko'rishingiz mumkin. Сравнивайте этапы своей воронки продаж с конкурентами и топ-5 продавцов на ВБ. Оценивайте сезонность и другие показатели deyapti. Uni test qilib ko'rish kerak. Yaqinda обновляться bo'lgan, oldin uncha imkoniyati yo'q edi. Mana bu ikkalasi почти bir xil ishlardi. Hozir ikkiga bo'linibdi, endi ko'ramiz. Buni ham darsga qilib chiqaman agar ko'rib chiqadigan bo'lsam. Portret покупателя. Bu ham o'zi mana shu uchalasi bitta bo'lib ishlardi oldin. Воронка продаж, portret покупателя degan. Hozir aytganim. Necha yoshdagi odam xarid qilyapti? Shu yoshlarni analiz qilib beradi. Mana bu yerda yozib qo'ygan, ko'rishingiz mumkin. Qaysi regiondan ko'ryapti? Sredний чек, qaysi vaqtda siz tovaringizga ko'proq aktivlik ko'rilyapti? Частота заказов, shularni ham ko'rsatib berar ekan. Сравнение карточек. Изучайте лидеров категории и своих ближайших конкурентов, сравнивая воронки продаж, остатки товаров и поисковую выдачу 5 любых карточек. Bitta ham boshqa konkurentlarga nisbatan tovarimizni analiz qilsak bo'lar ekan. 10 tadan 20 tagacha imkon bor ekan. Manimcha u har bittasi artikul bo'lsa kerak. Поисковые запросы на ВБ. Основной аналитика mana shu yerdan ko'pchilik ishlatishadi. Поисковые запросы ваши товары, поисковые запросы на ВБ. Bu yerda tovarlarni qanchalik to'g'ri ko'rsatadi bilmayman, sotilishi konkurentlarnikini ko'rsatmaydi, общий ko'rsatadi, общий количествоda. Baribir kamchiliklar juda ham ko'p. Biz xohlardikki, qaysi konkurent nechta tovar sotyapti, qaysi kalit so'z bilan tovar sotyapti, o'shanaqalar informatsiyalar berishsa yaxshi bo'lardi. Chunki mana bu versiyani, продвинутый versiyani odamlar sotib olib ishlatishadi. Lekin shunga yarasha effekt berishi kerak. Bu $500 atrofidagi summa. Shuning uchun ko'pchilik norozi. Bir oyda $500 to'laysiz, lekin o'zingiz xohlagan narsani ola olmaysiz. Oldin analiz servislar bilan ishlash osonroq edi. Ularning podpiskasi, годовой podpiskasi 60 ming, 70 ming rubl bo'lardi. Bu yerda Valberis berardi informatsiya, kim qancha tovar sotganligini. Hozir bo'lsa, u narsalar yopiqligicha qolmoqda. Valberis o'zi ham ko'rsatmayapti o'sha konkurentlar qancha tovar sotadi. O'rtoqlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Ozgina bo'lsa ham ilmimni bo'lishdim. Kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Agar sizlarda ham qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, qaysi razdel qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada uyalmasdan yozib qo'yinglar. Men sizlarga o'sha razdellarni qisqacha tushuntirib o'tib ketaveraman. E'tibor uchun rahmat. Mana bu narsani 2 oylik besplatniy versiyasi edi. Bu narsani foydalanib qolinglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.